Unutmang, bu Injilni bashorat sirlarining oshkor qilish dasturining davomi. Siz bizning YouTube kanalimizdasiz. Biz Xudoning kalomini qiziqish bilan ochib, dunyoning so'nggi hisobotini nazorat qilamiz. Biz har doim aytib o'tgan 3 muhim narsa bor. Biz kitobning oxirida turibmiz. Agar biz kalomdagi bashoratlarga qarasak, muqaddas kalomdagi barcha buyuk bashoratlar amalga oshganini ko'ramiz. Oldinda faqat bitta narsa bor. Biz yana doimo onalarimiz, ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun biz uchun ibodat qilganiga rahmat aytamiz. Onamning ibodatlari. Agar onalarimiz yoki boshqa odamlar ibodat qilmaganda, men va siz bu yerda turmagan bo'lardik. Hatto Iso ham biz uchun ibodat qilishni aytgan. 3-raqam, Xudoda reja bor. Xudoda siz uchun bir reja bor. Unda men uchun reja bor. Bu haqida bilarmidingiz? Agar siz yer yuzida gunoh qilgan yagona inson bo'lsangiz ham, Iso faqat siz uchun o'lgan bo'lardi. Bunga aql bovar qilmaydi. Hammasi Iso haqida. Agar Isroildagi qabr bo'sh bo'lmaganda edi, biz bu yerda bo'lmasdik. Agar Iso Zaytun tog'ida to'g'ri osmonga ko'tarilmaganda edi, biz bu yerda bo'lmasdik. U Baytaniyaga boradigan yo'ldan osmonga ko'tarilgan. Esingizdami? Shogirdlari osmonga qarab turishgan va 2 farishta ularning yonida turib, hozir siz Isoni osmonga ketganini qanday ko'rsangiz, xuddi shu tarzda kelishini ham ko'rasiz degan. Iso yana keladi. Keling, o'tganlarimiz haqida qisqacha bayon qilaylik. Faqat yagona dunyo hukumati, Napoleon, Gitler va boshqalar yagona dunyo hukumatini yaratishga harakat qilishdi. Bu bo'lmadi va bo'lmaydi ham. Urinishlar bo'ladi, lekin bu sodir bo'lmaydi. Xudo o'z shohligini o'rnatadi. Faqat yagona dunyo shohligi. Bu Xudoning shohligi. Ajdaho, shayton, eslaysizmi? Vahiy 12-bobda shayton, ajdaho, iblis haqida yozilishicha, u siyosiy kuch bo'lib hisoblangan. Hayvonni qo'llab-quvvatlab, unga o'z kuchini beradi. Hayvondan qo'rqmang. Bu hayvon 13-bobda va Doniyor 7-8-boblarda ko'rsatilgan. Bu hayvon siyosiy va diniy kuchdir. Ta'qiblar bo'ladi va Xudoning qonunini o'zgartirishga urinadi. Injildagi belgilar shu haqda aytadi. Buni oxirgi taqdimotimizda ko'rdik. Biz oxirgi zamonda yashayapmiz. Keyingi sodir bo'lishi kerak bo'lgan ajoyib voqea bu Isoning ikkinchi bor kelishi, Masihning ikkinchi kelishi, bugungi kechamizning mavzusi, eng qimmat sovg'a deb nomlanadi. Sizga bu haqda aytib beraman. Google'ga qarasangiz, siz qimmat sovg'alarni turli variantlarini ko'rasiz. Bir Ramon degan yigit keyinchalik uning xotini bo'lgan yaxshi ko'rgan qiziga eng qimmat sovg'alardan biri, qachondir kimgadir sovg'a qilingan million qiymatga ega bo'lgan bronza metal haykalchani sovg'a qilgan. Yana biz Toj Mahal, samolyot va undan ko'p narsalarni bilamiz. Lekin bugungi taqdimotda aytmoqchi bo'lgan eng qimmat sovg'a bu Iso. Zero Xudo olamni shunchalar sevganlikdan o'zining yagona o'g'lini berdi. Biz abadiy hayotga ega bo'lishimiz uchun Xudo o'z o'g'lini berdi. Bu bugun biz aytmoqchi bo'lgan eng qimmat sovg'a. Esingizdami? Agar bu muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, men unga ishonaman. Bu muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, men ishonaman. Biz boshqalarning nazariyalari va odamlarning nima deyishiga qaramaymiz. Biz darhol javob uchun jamoatga murojaat qilamiz. Haqiqat faqat Xudoning kalomidadir. Birgalikda ibodat qilaylik. Aziz Rabbim, bu kecha qachonki biz eng qimmatbaho sovg'a haqida gaplashganimizda, muqaddas kalomni o'qiganimizda najotga ishonch hosil qilishni istaymiz. Bizni gunohlarimiz uchun o'lganingga rahmat. Bularning barchasi qanday sodir bo'ldi va bu qanday imkonga ega ekanligini to'liq tushunmasak-da, uni haqiqat ekanligini bilamiz. Biz bu dunyoga biz uchun o'lgani kelgan Iso uchun minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Bizni yashashimiz uchun Xudoyim sen o'z o'g'lingni berding. Sevging uchun rahmat. Najot topishimiz va bunga ishonch hosil qilishda bizga aniq tushuncha ber. Men Iso Masih nomidan ibodat qilaman. Amin. Biz Kongoda missioner edik. Yaxshi esimda bor. Xuddi o'sha vaqtda odamlar aynan Isoning tug'ilishini nishonlagan bayram bo'lardi. Biz radio tinglardik. O'sha kuni biz Amerika ovozi deb nomlangan dasturni tingladik. Paul Harvey hikoya qilayotgan edi. Bu bir ayol farzandlari bilan Isoni qabul qilgani haqidagi ajoyib hikoya edi. U ayol jamoaga borishi va Iso uni najotkori va do'sti ekanligini bilishdan juda baxtli edi. Ammo eri buni qabul qilmadi. U shunchaki buni tushuna olmadi. Shunday qilib, tavallud arafasi edi. Shuning uchun ayol eriga, "Azizim, men bilan birga jamoaga maxsus dastur ko'rgani borasanmi?" dedi. "Yo'q, men sen ishongan har xil narsalarga ishonmayman. Kechirasan-u, lekin men sen bilan bormayman" dedi. Shunday qilib ayol bir o'zi ketdi. To'satdan ob-havo keskin o'zgarib, osmonni bulutlar qopladi. Allaqachon oqshom bo'lganda va birdan kuchli shamol esib, havo juda sovuq bo'ldi. Shunda u qandaydir ovozni eshitdi.
Uyining derazasiga qaraganda g'alati bir narsani ko'rdi. Qushlar uchib kelib derazaga urilib yerga qulashardi. Yana shamol bo'ldi. Havo yanada sovuqlashib borardi. Shunda o'sha odam qushlarga yordam berishga qaror qildi. Shunday qilib u tashqariga yugurib, ombor eshigini ochib, chiroqni yoqib, qushlarni ichkariga kirgizishga harakat qildi. U qushlarni omborga kirgizishga qancha ko'p harakat qilsa, ular shuncha ko'p qochardi. Qushlar undan qo'rqardi. U ularni ichkariga kirgiza olmadi va umidsizlikdan o'ylanib, "Oh, men ulardan biri bo'lganimda edi. Ular bilan gaplashib, menga ergashishlarini aytardim" dedi. Shu payt jamoa qo'ng'iroqlari chalindi va unga ichida Iso bu yerga kelib, bizga osmonga yo'l ko'rsatish uchun bizga o'xshagan inson bo'ldi degan fikr uyg'ondi. Bu ajoyib hikoya emasmi? Iso bizga qachonlardir qilingan sovg'alardan ham eng qimmatini berdi. Siz bilan yana bir qiziqarli hikoya haqida bo'lishni istayman. Bir kuni biz baliq ovlashga qaror qildik. Biz Iquitosga, Peru shahriga, Amazon daryosiga bordik. Biz u yerda bo'lganimizda, kimdir bilasizmi, bu yerdan uncha uzoq bo'lmagan joyga borib, anakondani ko'rishimiz kerak dedi. Ha, anakondani. Men avval hech qachon haqiqiy tirik anakondani ko'rmaganman. Bu Amazonka daryosida edik. Shunday qilib, biz o'sha anakonda bor bo'lgan orollardan biridagi qishloqqa bordik. Aniq necha metr bo'lganini bilmayman. Uzunligi menimcha 6 yoki undan ko'p ko'rindi. Siz bu suratda qanday qilib yoshlar anakondani ushlab turganini ko'rishingiz mumkin. Shunda men ham uni qo'llarimga olib ko'rishni qaror qildim. Keti dedi, "Men bormayman. Men hatto bu ilonga qarashni ham xohlamayman. U haqiqatan ham juda katta edi. Xotini men bilan bormadi. Men ilonni ko'tardim. U juda og'ir edi. Mahalliy aholi uni meni yelkamga qo'yishda yordam berdi. Bu juda katta anakonda edi. Shundan so'ng biz daryodan pastga tushib, pirani baliq ovlashga ketdik." Bilmadim, siz qachondir pirani baliq ovlaganmisiz? Lekin yo'l ko'rsatuvchilar bizga nima qilsangiz ham piranini ilmoqdan chiqarmang. Ular suvga qandaydir o'lja, ozgina go'sht va yana bir narsa tashladi. Buning barchasi suv ostida cho'ka boshlaganda ular paydo bo'ldi. Va men bir piraniya tutib oldim. Bu meniki bo'ldi. Shunda bizni boshlovchi odam, "Keling, men uni olaman" dedi. U qo'lini ko'targanda men uning qo'lida bitta barmog'i kamligini ko'rdim. U, agar siz daryo bo'yida yashaydigan mahalliy aholiga qarasangiz, hammasining qo'lida kamida bitta barmoq yetishmaydi. Buning barchasiga piranilar aybdor dedi. Baliq ovlash qiziqarli. Iso, menga ergashinglar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman. Menga ergashing. Mana nima qilishimiz kerak. Iso uchun odamlarni ovlashimiz kerak. Jahon adventistlari radiosi shunday qiladi. Biz butun dunyo bo'ylab sayohat qilamiz. Bizda 1000 dan ortiq radio stansiyalar mavjud. YouTube kanallari, internetga kirish, ijtimoiy tarmoqlar bor. Kemi Utman aytganidek, qayerda havo bo'lsa, o'sha yerda radio ham bor. Biz hamma joyda harakatlanamiz. Yuhanna 3:16. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, esingizdami? Buni oldin o'qiganmiz. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Biz eng bebaho sovg'a haqida gapiramiz. Dunyo bo'ylab yurib, odamlarni ovlab, Iso uchun xizmat qilamiz. Mana nima qilamiz. Xudo bizdan bunday qilishimizni istaydi. Bu ajoyib buyruq. Iso butun dunyo bo'ylab xushxabar tarqatib, o'qiting va suvga cho'mdiring degan. Shuning uchun masihiy bo'lgan bizlar bu inomni, eng qimmatbaho sovg'ani hamma bilan bo'lishamiz. Siz albatta uni o'tkazib yuborishni xohlamaysiz. Ammo hozir biz eng bebaho qimmat sovg'a haqida gaplashamiz. Olmoqdan ko'ra, bu Havoriylar 20:35 da aytilgan, bermoq ko'proq marhamatlanadi deydi. Olishdan ko'ra bergan baxtlidir. Men sizlar bilan Xudo so'zidagi bir nechta oddiy oyatlarni bo'lishni xohlayman. Aslida bu 4 ta asosiy oyatlar bizga najot haqida xabar beradi. Muqaddas kitobingizni oling. Yoki agar xohlasangiz, hoziroq ushbu oyatlarni yozib oling. Efesliklar 2. Efesliklarga 2-bob, 8-9 oyatlar. Inoyat orqali. Xudo inoyatini sotib olish mumkin emas. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansizlar. Bu Xudoning inomidir, sizning yutug'ingiz emas. Bu Xudoning inomi. Bu qanday inom? Siz uni sotib olishingiz mumkinmi? Bir marta men shu kabi uchrashuvlar o'tkazish uchun Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lganman. Men rus tilida gapira olmayman. Men faqat yunon tilida o'qishni bilaman xolos. Rus alifbosi xuddi shunga o'xshash grek harflariga o'xshaydi. Unda katta harflar bo'lib, to'g'risi men uni o'rgana olmadim. O'sha yerda bir magazinni ko'rdim, lekin unda nima yozilganini o'qiy olmadim. Ko'chada ko'p ayollar og'ir mo'ynali palto va norkali shubalarni kiyib, sovuqda navbatda turishardi. Ularni barchasi do'konga kirishga umid qilishardi. Shunda men u yerda nima bor ekan deb o'yladim. Men ularga o'xshab, kun bo'yi navbatda tura olmay, navbatning oldiga yugurib bordim-da, ular nima sotib olayotganini ko'rish uchun eshikdan mo'raladim.
Bu nima ekanligini bilasizmi? Atir. Ular parfyum sotib olishardi. O'sha oqshom uchrashuvimiz bo'lganda so'radim. Menga ayting-chi, xonimlar, agar eringiz yoki yigitingiz sizga sovg'a sotib olmoqchi bo'lsa, nimani so'ragan bo'lardingiz? Ular hammasi bir ovozda atir deyishdi. Men xotinim Ketini bilaman. Agar unga yoqadigan chiroyli sovg'a sotib olmoqchi bo'lsam, u albatta yangi ko'ylak bo'lardi. Sizlar nimani xohlayotganingizni bilmayman do'stlar, lekin qachonlardir qilingan eng qimmatbaho sovg'a bu yaxta yoki Toj Mahal emas, bu Iso. Bu Iso. Ha, olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamatlanadi. Rimliklarga 3:23. Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Xo'sh, bu oyat kichik muammo yaratadi. Unda hammamiz gunoh qilganimizni aytadi. Hamma gunoh qilgan. Demak, men gunohkorman. Ha, bu haqiqat. Doktor Maki gunohkor. Hammamiz gunohkormiz. Shunday emasmi? Hammamiz Xudoning ulug'vorligidan mahrummiz. Hammamiz Xudoning inoyatiga muhtojmiz. Shuning uchun biz inoyat orqali najot topishimiz yozilgan. Bu Xudoning inomi. Mana muammo nimada? Biz hammamiz gunohkormiz, lekin biz Rimliklarga 6:23 ga qarasak, u yerda ko'proq gunoh evazi o'limdir deyiladi. Yanada jiddiy muammo paydo bo'ladi. Gunohning evazi o'limdir. Shuning uchun men o'limga loyiqman. Men osmonda bo'lishga loyiq emasman. Men bu bepul sovg'aga loyiq emasman. Shuning uchun bu bepul. Chunki men gunohkorman. Yozilganki, gunohning evazi o'limdir. Lekin Xudo bizga bir yechim taklif qiladi. Bu ajoyib emasmi? Faqat bu haqida o'ylanib ko'ring. U bizga yechimini berdi. Va bu yechim Rimliklarga maktub 5-bob 8-oyatida joylashgan. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi. Biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Ha, Iso biz uchun o'ldi. Bu sevgi aql bovar qilmas, beqiyosdir. Xudodan boshqa hech kimda bunday sevgi yo'q. Xudo bizni yaratuvchimiz. U odam ato va Mamo Havoni yaratdi. Ularni boqqa joylashtirdi. Lutsifer gunoh qildi. Farishtalarning 1/3 qismi osmondan qo'vildi. Osmonda urush bo'ldi, fuqarolar urushi. Osmondagi farishtalar bir-birlariga qarshi kurashdilar. Iso va barcha solih farishtalar g'alaba qozondi. Shayton va yovuz farishtalar yerga qo'vildi. Bu Vahiy kitobining 12-bobidir. Unda yozilishicha, farishtalarning 3/1 qismi quladi. Shayton odam ato va Mamo Havoni vasvasaga soldi. Mamo Havo itoatsizlik qiladi. U taqiqlangan mevani yeydi. Shundan keyin odam bog'dan haydab chiqarildi. Shuning uchun Xudo keyin va'da beradi. Xudo uning o'g'li, uning zurriyoti kelishini aytadi va u kelganda shayton unga hujum qiladi. Iso Golgota xochida o'lganda, bu shaytonning Isoga qilgan hujumining natijasi edi. Sovg'a bu Iso. Xudo o'z o'g'lini berdi. Keyin uni qabrga qo'yishdi. Isroildagi qabr u bo'sh. Qabr bo'sh. Bashoratda aytilganidek, 3 kundan keyin Iso tirildi. Keyin Zaytun tog'ida u osmonga ko'tarildi. Farishta aytganidek, osmonga ko'tarilgan Iso qanday ko'tarilgan bo'lsa, xuddi shu tarzda keladi. Iso yana keladi, do'stlar. Shunday qilib, najot bepul sovg'adir. U bepul sovg'adir, chunki muqaddas kitob hammamiz gunoh qilganimizni aytadi. Muammo shundaki, gunohning evazi o'limdir. Lekin muammoning yechimi Isoda. Biz hali ham gunohkor bo'lganimizda, u biz uchun o'ldi. Siz uni sevmaysizmi? Siz najotkoringiz Isoni sevmaysizmi? Biz hali gunohga botganimizda u biz uchun o'ldi. Giyohvand va diller haqidagi bir hikoyani bilaman. U qotil edi. U bizni voizliklarni mobil telefon orqali eshitgan. Bu so'zlar uning yuragiga tegib, u bizga javob yozdi. U: "Siz meni qanchalar gunohkor ekanligimni tasavvur ham qila olmaysiz. Men juda ko'p odamlarni o'ldirganman. Xudo meni qutqara oladimi?" dedi. "Ha" degan javob bo'ldi. Ha. Bir kun kelib men sizga Filippinda uchratgan do'stim haqida gapirib beraman. U juda yaxshi yigit. Lekin uning hikoyasini eshitganimda, u birinchi raqamli qotil edi. Birinchi raqamli qotil. U biz yashagan shaharni vitse-merini o'ldirdi. U har doim bo'yniga qo'yilgan vazifalarni oxiriga yetkazardi.
Men sizga bir kun kelib uning hikoyasini aytib beraman. Lekin Iso uni qutqardi. Men uni quchoqlab, xushxabarni isyonchilar bilan baham ko'rishi uchun unga batareykalarni, proyektorlar berishni aytdim. Men unga sen avval AK-47 olib yurarding. Endi buni ol. Sen allaqachon suvda iymon keltirgansan. Endi muqaddas kitobni va video proyektorni olib, o'sha joyga alohida Iso haqida aytib ber dedim. Xudo hayotni o'zgartiradi. U bizni kechiradi. Muqaddas kitobda u bizni gunohlarimizni dengiz tubiga tashlaydi deyilgan. U bizga haqiqiy kechirim beradi. Xo'sh, bu sovg'ani qanday qabul qila olamiz? Vahiy 3:20. Mana men eshik oldida turib taqillatyapman. Kim ovozimni eshitib, eshikni ochsa, men o'shaning oldiga kiraman. Men u bilan va u men bilan birga ovqat va ham ko'ramiz. Agar eshigingizga kimdir kelib taqillatsa, nima qilasiz? Siz eshikka borasiz va u odamni uyga taklif qilib, kiring deysiz. Bu juda oddiy. Najot sovg'asini shunday qabul qilishingiz mumkin. Iso dedi: "Mening taqilayotganimni eshityapsanmi? U hozir sizning eshigingizni taqilatyapti. Uni taklif qilishingizni istayman. Uni eshik oldida qoldirmang. Uni taklif qiling. Iltimos, kiring deb ayting. U kirishni xohlaydi. U kutib turibdi. Sizdan ruxsat so'rayapti. U sizning yurak eshigingizdan kirganda ikki narsa sodir bo'ladi. Birinchi sodir bo'lgan narsa haqida 1-Yuhannoda 1:9da yozilgan. Bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Ha, hatto giyohvand kartelni qotili, Filippinda yashovchi qotil, dunyoning qaysi joyida bo'lmasin, nima bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo, ha, sen kechirilgansan demoqda. Sen kechirilgansan. U bizni barcha yomonlikdan tozalaydi. U albatta ajoyibdir. So'ngra siz agar Yuhanno xushxabariga qarasangiz, 1-Yuhanno ham Yuhanno xushxabarining muallifi bo'lgan Havoriy tomonidan yozilganini ko'rasiz. Unda yozilishicha, qachonki biz Isoni qabul qilishimiz bilanoq, birinchidan u bizni kechiradi deyilgan. Ikkinchidan, Yuhanno 1:12da uni qabul qilganlarning hammasiga esa, unga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish huquqini beradi. Uni qabul qilmoqchimisiz? Men shunday qilmoqchiman deb ayting. Uni qabul qilganlarga esa Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Uning nomiga iymon keltirganlarning hammasiga Xudoning o'g'illari va qizlari qilib, uning farzandi bo'lish huquqiga ega bo'lishdi. U sizga kuch beradi. O'tmish tugadi, u ko'mildi. Men bir hikoya eshitdim. Unda ko'chada mashina haydab ketayotgan odam to'satdan qo'shnini itini urib yuboradi. U bundan juda qiynalib, o'zini dahshatli his qiladi. U qo'shnisiga borib, "Men seni itingni o'ldirib qo'ydim" dedi. U javob berib, "Juda achinyapman, lekin ishonchim komilki, bunda sening aybing yo'q va buni ataylab qilmagansan" dedi. Ular itni orqa hovliga ko'mishdi va ertasi kuni o'sha odam itni yana qaytarib qazib olib, uni qo'shnisiga yana olib kelib, "Kechirasiz, itingizni o'ldirib qo'ydim" dedi. Aslida bu rostdan bo'lgan voqea emas. Aslida bunday bo'lmagan. Lekin buni tasavvur qila olasizmi? Yo'q. Qachon sizni kechirsa, siz kechirilasiz. Xudo sizni butunlay kechirdi. Sizning gunohlaringiz dengiz tubiga ko'mildi. Sovg'alarning ichidan eng bebaho bo'lgan sovg'a Iso olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamatlanadi degan. Iso bering va sizga ham beriladi deydi. Endi men sizni Ibrohim bilan tanishtirmoqchiman. Keling, Tanzaniyadagi Arushaga boraylik. Shunda siz u berish orqali qanday tajribaga ega bo'lganini o'zingiz ko'rasiz. Biz Tanzaniyadamiz. Bu mamlakat o'zining ajoyib urf-odati va rangli kiyimi bilan mashhur bo'lgan Masai xalqi. Meni ular an'anaviy sakrash raqsi bilan kutib olishdi. Tik turgan joydan bu odamlar 1 metrdan ortiq balandlikka sakrashini mumkin. Ularning tabassumi tufayli men o'zimni uydagidek his qildim. Ular hatto menga qimmatbaho chaqaloqlaridan birini opchib yurishga ruxsat berdi. Men ular bilan bo'lgan har lahzadan rohatlanib, meni ochiq quchoq bilan kutib olgan o'sha odamlarni sevib qoldim. Masai xalqi yarim ko'chmanchi turmush tarzini kechiradi. Hatto biz hozir vaqtinchalik turgan mana bu qishloq ham shunday. Ularning butun hayoti qoramol boqish bilan o'tadi. Qayerda sigirlarni boqish uchun o'tga yaylovlar bo'lsa, qishloq aholisi shunga qarab bir joydan boshqa joyga ko'chib o'tadi. Qoramol ularning maoshi va asosiy oziq-ovqat manbai bo'lib hisoblanadi. Hech narsa isrof qilinmaydi. Hatto ularning kulbalari ham sigir go'ngidan qilingan. Agar erkak kishi barcha mollarini berib yuborsa, bu ular uchun mutlaqo ahmoq va ma'nosizdir. Shuning uchun Ibrohimning hikoyasi ajoyibdir. Uning 1000 dan ortiq sigiri bor.
Menda 1000 dan ortiq sigir bor va men Masai xalqi ichida boy deb hisoblanaman. Lekin hayotimda bir narsa yetishmaydiganday edi. Ibrohimning yurak va ko'zlari ochildi. Bir qator xushxabar dasturlardan so'ng u suvda iymon keltirib, 7-kun adventistlar jamoasiga a'zo bo'ldi. Masai xalqining aksariyati o'qish va yozishni bilmagani uchun ko'p narsalarni radio orqali bilishadi. Ibrohim bizning radio to'lqiniga ulangandan o'zida yo'q xursand edi. O'nlik haqidagi mavzu uning e'tiborini tortdi. So'z sadoqat va Xudoga ishonish haqida borardi. Bu 10% Xudoga tegishli edi. Qachonki u o'zida bor bo'lgan narsasiga qaraganda nima qilishi kerakligini tushundi. Shu payt u o'ziga majburiyat oldi. U Yoqub qilganidek qilib, har bir 10-sigirini belgiladi. Qachonki u belgilab bo'lgandan so'ng 100 dan ortiq sigir Xudo uchun ajratildi. Do'stlarim va qo'shnilarim meni aqldan ozdi deb o'ylashdi. 100 sigirning narxi Masai uchun taxminan $30,000 edi. Es-hushi joyida bo'lgan hech kim o'zining qo'lidagi boylikni shunchaki berib qo'ymaydi. Masxara bo'lishiga qaramay, Ibrohim Xudoga sodiq qoldi. Uning qo'shnilari 9 oy kulishdi, lekin 9 oydan so'ng kulishni to'xtatdilar. Ko'rib shokka tushdilar. Ular Ibrohimning ko'plab sigirlari, egizaklar, qo'ylari esa 3 tadan tuqqanini ko'rib hayratga tushishdi. Sigirlari kamdan kam hollarda 2 ta buzoq tug'adi. Bu favqulodda hodisa hisoblanadi. Shunda odamlar bu mo'jiza faqat yuqori ko'chdan, Xudodan kelishini tushunishdi. Shundan keyin Masailiklar Ibrohimning sodiqligiga guvoh bo'lishdi. Ular Union yetakchisi Chopon Godwin Lukandoyaga murojaat qilib, biz ham 10lik berishni xohlaymiz deyishdi. Chopon hayron bo'lib so'radi: "Siz adventistmisiz?" Ular: "Yo'q, lekin biz Ibrohimni barakalagan Xudo bizni ham barakalashini xohlaymiz" deyishdi. Xudoga shukr. 9 oy o'tgandan so'ng ularning sigirlari ham egizaklarni tug'di. Bu yerda yana bir ajoyib narsa bor. Har safar Ibrohimning mollari o'g'irlanganda, ularni ko'rinmas qo'llar yetaklanganda, sigirlar har doim uyga o'zlari qaytishardi. Endi o'g'rilar Ibrohimni to'nashdan qo'rqishardi. Men Jahon adventistlari radiosi uchun Xudoga shukr aytaman. Ibrohim o'z hayoti o'zgargani uchun Jahon adventistlari radiosiga minnatdorchilik bildiradi. Hamma esa u qancha ko'p bersa, shuncha ko'p olishini ko'rardi. Ibrohimning guvohi tufayli bugungi kunda Masai xalqida 80 dan ortiq kishi Isoni qabul qilib, suvda iymon keltirishdi. Va endi ularning barchasi Jahon adventistlar radiosini tinglashmoqda. Masai qabilasidan bo'lgan Ibrohim juda ko'p narsa berib, qanday ajoyib tajriba oldi. Bu faqat bir misol, bir kichik misol xolos. Yuqorida aytganimizdek, olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamatlanadi. Xudo bizga abadiy hayot beradi va bu eng bebaho sovg'a. Bu yaxta yoki Toj Mahal emas. Bu milliardlab dollar turadigan ba'zi bir maxsus qimmatbaho haykalchalardan ham emas. Yo'q, bu hayot inomi. Siz uni sevmaysizmi? Siz unga rahmat, rahmat Iso, menga bergan sovg'ang, najot inoming uchun rahmat. Men uni qabul qilaman deb aytmaysizmi? Siz bilan Daryo oqadigan joyda deb nomlangan keyingi sonda ko'rishamiz. Daryo oqadigan joyda. Ushbu taqdimotni o'tkazib yubormang. Bu ajoyib va qiziqarli bo'ladi. Siz suv nima qila olishini bilib hayron bo'lasiz. Yaxshiyamki tez orada sizni ko'ramiz. Ibodatda Xudoga murojaat qilaylik. Aziz Rabbim, sevging uchun senga rahmat aytamiz. Golgota xochida biz uchun o'lganingga rahmat. Barcha sovg'alardan ham bebaho bo'lgan eng qimmatli sovg'a uchun rahmat. Ota, bu dunyoga o'z o'g'lingni yuborganing uchun minnatdormiz. Hozirgi Mavlud bayrami vaqtida Iso Masih orqali bergan sovg'ang haqida yanada ko'proq o'ylaymiz. Ota, biz bilamizki bu dunyoda hamma narsani aralashgan. Lekin bizga eng qimmat sovg'a bu sening o'g'ling sovg'asi ekanligini tushuntirib berganing uchun rahmat. Hozirning o'zida biz Isoni shaxsiy qutqaruvchimiz deb qabul qilamiz. Iso nomi bilan ibodat qilamiz. Amin. Thank you.